Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizlar Otabek Million kanalini kuzatyapsizlar. Sizlar bilan men Otabek Saimov hamda Dollar bobomiz. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Biz aziz do'stlar, xudo xolasa Qashqadaryo viloyati Sabz shahrida turibmiz. Dollar bobo bilan kelganmiz. Nima qilib turibsizlar bu yoqqa desanglar, biz jaydarchasiga bugun chiroyli video bo'ladi. Kimlar uchun? Tadbirkor, dehqonlarimiz uchun juda ham katta sensatsiya aziz do'stlar. Butun voha bo'yicha nomer 1 bitta ochildi aziz do'stlar. Juda ham bir katta liniya ochildi. Simichka biznesi bilan shug'ullanaman deganlar, simichka ekish bilan shug'ullanaman deganlar, simichkasini bodomiyu, pistayu nimasi bo'lishidan qat'iy nazar qovurtiraman degan insonlar uchun juda ham qulay, zo'r sharoitlar yaratildi aziz do'stlar. Bu albatta shahri Sabz shahrida bu tomonimda 61-bozor, dehqon bozori aziz do'stlar. O'shani ro'parasida Anhor savdo markazi aziz do'stlar. Mana shu butun mana shu boshidan shu oxirigacha bizni bratimizga tegishli aziz do'stlar. O'sha akamiz yangi biznes, yangicha ideya, yangicha loyiha ishlab chiqdilar. O'shani bir qator hozir birgalashib ko'rib chiqamiz aziz do'stlar. Kelaverasizlar, ichkariga qolganini tushuntiraman. Faqat videoga like bosishni unutmanglar, fikrlarni kommentariyada yozinglar aziz do'stlar. Bu juda ham katta juda ham bir chiroyli biznes. Ketdik. Mana ko'p blogerlar kelgan o'zi mana. Hasan Muratovga kelgan mana. Like'larni bosinglar. Shahri Sabzliklar bormisizlar, yo'qmi? Keling Dollar bu. Keldik. Ofis ko'rsating bizga aka. Keldik. Vahima qilib kelaylik. Ofisni ko'rsating. Ha. Olovda yoqing deydi-ku. Yoqing. Blogerlar reklama qiladiganlar. Biz unday qilmaymiz. Biz dehqonchasiga ko'rsatamiz hammasini bor-boricha. Mana. Xudo xolasa ko'raverasizlar. Lekin bu yoqqa kelsanglar hamma narsa optimagan aziz do'stlar. Aziz do'stlar, mana ofisga ham keldik. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Yana aziz do'stlar, kelishimizdan maqsad bu yerda aziz do'stlar hozir eng katta global nima? Urug'ligi bo'layapti. Dehqonlarimiz yaxshilab eshitib olinglar aziz do'stlar. Ikki xil sortdagi urug'lar bor. Juda ham kachествasiga javob beriladi. Bu urug'imiz aziz do'stlar Elit 361 urug' aziz do'stlar. Bunisi esa T6 urug'i. Buni dehqonlarimiz tushunadi aziz do'stlar. Qora tul deydimi buni? Palasati ham deydi buni nomini, ruschasiga palasati ham deydi. Buni olib aziz do'stlar eksanglar, bu hamma tekshiruvdan o'tgan, laboratoriya hamma tekshiruvdan o'tgan. Umuman ko'nglingizni cho'ktirmaysiz, olib borib ekasiz, ekkaningizdan keyin mabodo tushunmay, o'tmay qolgan taqdirda borib tekshiriladi. Haqiqatan o'tmasa, sizlarga pullaringiz qaytarib beriladi. 100% javob bunga aziz do'stlar. Xudo xolasa, bu Xitoy nimasi, simichkalari aziz do'stlar, tekshirilgan hamma nimalardan o'tkazilgan, laboratoriyalardan o'tkazilib, mana shu yergacha kelgan aziz do'stlar. Shunday. Urug'ni olasiz. Buni kilosi $30 $50gacha bor aziz do'stlar. Buni gektaridan 40 tonna dedim, qancha olinadi dedi? 1 gektardan 4 tonna olinadi. 1 gektardan endi buni dehqonlar biladi. Eng kami bo'lmay qoldi deganingizda. Hozir simichka biznesi ham zo'r bo'lib ketdi aziz do'stlar. Qaranglar. Bitta chegara eksanglar, misol uchun paxtadan qanchadir olsanglar, bu 3-4 barobar ko'proq foyda olasizlar simichkadan. Buni unumdorligi zo'r simichka. Quyosh bo'lib tursa bo'ldi, bu o'saveradi. Ketdi, endi xudo xolasa liniyaga boramiz. Nima yoqda bo'lishi jarayonlarini ko'rsatamiz. Ketdi. Keyin yana bitta yangilik. O'sha esimdan chiqdi aziz do'stlar. Siz agarda bu urug'likni Sho'ri akamiz, Shuhrat akamizdan sotib olsanglar, urug'likni ertaga yetishtirib bo'lganingizdan keyin buni olib kelib kalibratsiya hamda lazer orqali siz buni saralashingiz mumkin 50% skidkasi bilan. Kalibratsiya hamda lazer xizmati 1000 so'm ekan aziz do'stlar. Buni olib kelib ertaga siz urug'likni bu yoqdan olganingizdan keyin bu yoqqa olib kelsangiz sizga ertaga 50% chegirma bo'ladi. 1000 so'm emas, 500 so'mdan sizga skidka qilib berishadi. Agarda simichkangizni saralatib bo'lganingizdan keyin qovurtiraman desangiz, qovurtirish ham 50% chegirma bilan bo'ladi. 3000 so'm ekan 1 kilo simichkani qovurish sizga 1,5 ming so'mga
arzon 50% skidkada bo'ladi aziz do'stlar. Simichkani sotib olish. Ha, ekib, yetishtirib, olib kelib bersangiz, Shuhrat akamiz o'zlari sotib oladi simichkalaringizni. Tushuntira oldimmi? Tushunmagan bo'lsangiz yana ham tushuntiraman. Ketdik. Aziz do'stlar, eng asosiy joyiga keldik. Sizlarga boya urug'likni oldida tushuntirib o'tgandim. Qovurish jarayonlari. Kelamiz aziz do'stlar. Ro'paramda turgan mana shu liniya aziz do'stlar, simichkani bir kunda 10 tonna simichkani qovurib beradi sizga aziz do'stlar. Netolka simichka, pista deysizmi, bodom deysizmi, xrustashka deysizmi, yer yong'oq deysizmi, nimaiki o'sha qovuriladigan quruq mevalar bo'lsa, o'shalarni mana shu yerga olib kelasiz. Chiroyli qilib 10 tonnagacha sizga qovurib, yetkazib beradi. Qovurish xizmati 3000 so'm. Tushuntira oldimmi? Agarda siz simichka bo'lsa, simichkani urug'likni bizdan sotib olsangiz, Shuhrat akamdan sotib olsangiz urug'likni aziz do'stlar, sizga 50% chegirma bo'ladi. 3000 so'm emas, atiga 1,5 so'mga simichkangizni olib kelib qovurtirishingiz mumkin. Mana 10 tonna bemalol bir kunda luboy narsangizni qovurib beradi. Endi kelamiz, boshqa liniyani ko'rsataman. Keling. Dollar bu ham shu biznesga qiziqyapti. Biznes. Agar bu biznesga qiziqmasalar, yo bir bo deb aytaverasiz deyaptilar. Aziz do'stlar, endi biz kalibratsiya hamda lazerning jarayoniga keldik. Bu yerda aziz do'stlar, mana kalibratsiya, kimdir tushunmasligi mumkin. Kalibratsiya aziz do'stlar, simichkangizni mana bunaqa holatda bo'ladi. Ha, bu yerdan olibdi. Olib tashlabdi, mayli, uni bu turuvdi. Simichkangizni olib kelasiz. Misol, dehqondan kelgandan keyin simichka har xil po'choq, much hammasi har xil bo'lib aralashib yotadi. Bu yoqqa tashlaganingizdan keyin kalibratsiya qilib aziz do'stlar, simichkangizni sara qilib beradi. Undan keyin o'shaning ichida yana ham shular bo'lsa aziz do'stlar, musorlarni ajratib simichkani o'zini atini qilib beradi kalibratsiya. Bundan chiqqandan keyin aziz do'stlar, lazerga o'tadi. Lazerni polni simichkangizni shunday saralab cho'tki qilib beradi. Shunday. Olib kelsangiz, misol uchun, bunga ham skidka bo'ladi aziz do'stlar. Misol siz urug'likni Shuhrat akamdan sotib olgan bo'lsangiz, sizga 50% skidka bo'ladi. Bu ham. Bu aziz do'stlar juda ham bir chiroyli, hozirgi kunda biznes rivojlanib ketyapti, bilyapsizlar. Hozir Bekzod aka degan bir akamiz chiqqan, bilasizlar. Bizda 10 minglikka akajon dabaqalar, qo'shandalar, to'ylalar, bonuslar, bu bojangizga, bu uydagilar, bu yangilar, bu jiyanlar отдельно akajon. Moshin bozordan simichka sotib, hozir shu akamiz ham simichka o'zini brendlarini qo'yib nima qilyapti. Siz ham xuddi shu akaga o'xshab brend ochib, simichkadan, misol uchun o'zingizni brendingizni ochib, olib kelib qovurtirsangiz bo'ladi, simichkangizni tozalattirsangiz bo'ladi, urug'likni olib, dalangiz bo'lsa, dalangizga olib chiqib eksangiz bo'ladi. Yana bitta yangiligimiz bor, uni u tomonga o'tib ko'rsataman. Bu liniya aziz do'stlar, kuniga 40 tonna, 50 tonna simichkani kalibratsiya qilib lazerdan o'tkazib beradi. Bir kunda 40 tonna, 50 tonna simichka bemalol lazer qilib kalibratsiya qilib beradi aziz do'stlar. Yana bitta biznesmenlarga yana bitta yangilik, u xonaga o'tamiz, ketdik. Yana tadbirkorlarimizga, bizneslarimizga juda ham bir katta yangilik aziz do'stlar. Xorazmdan ko'ryapsiz, butun bir O'zbekiston viloyatlariga, 12 ta viloyat bo'ladigan bo'lsa, barchasi diqqatiga eshitinglar. Pishiriq bilan shug'ullanadiganlar, shokolad ishlab chiqaradigan aka-uka, opa-singillarimiz barchalaringiz eshitinglar. Sizlarga simichkani mag'zini ajratib, po'chog'idan ajratib beradigan kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. 15 ming so'mdan 16 ming so'mgacha. Agar zakaznoy toza cho'tki bo'lsin desanglar 16 ming so'm bo'ladi. Agarda bularni o'zlari ishlab chiqaradigandan bo'lsa 15 ming so'mdan qilib berishadi. Mana shu qora simichkangizni aziz do'stlar ko'ryapsizlar. Shunday kelasizlar, bu tomonga simichkangizni po'stlog'ini polnisda ajratib, chiroyli qilib beradi aziz do'stlar. Mana shuncha jarayondan o'tadi bu. Kelyapti, mana ko'rishinglar mumkin. Mana shunday qilib simichkangizni choqib nima qilib beradi. Buni ichidagi qora mana bularni ham cho'tki qilib ajratib beradi. Snickers, shokolad, qanaqadir simichka halvo, simichkani o'zini misol uchun qadoqlab, sho'r simichka qilib qovurtirib sotsangiz ham bu ham pul. Misol uchun 20 gram, 30 gram qilib отдельно qadoqlatib qilsangiz ham bu ham bitta biznes. Sizlarga juda ham bir yaxshi ideya aziz do'stlar. Luboy O'zbekiston istalgan joyga yetkazib beramiz. Bu ham 40 tonna, 50 tonna kuniga simichka ishlab chiqaradi. Bu qora simichkadan Jam degan simichkalar bor, bilsanglar. O'sha qora simichkadan xudo xolasa sizlarga chiroyli qilib chiqarib beradi mana. Blogerlar ham ko'payib ketdi mana. Aziz do'stlar, kalibratsiya hamda lazer xizmatiga dastavkalari bepul. Faqatgina sizda bir Isuzu simichkangiz bo'lsa, Qashqadaryoning Luboy tochkasidan aytasiz.
manda shuncha tonna bir Isuzu simichka bor desangiz, biz mashinani yuboramiz. Sizni simichkangizni ortib, olib kelib, kalibratsiya lazerdan o'tkazib, top-toza qilib, o'zingiz kelishingiz ham shart emas, uyingizga qaytarib, toza simichkani yuborib yuboramiz. Xohlasangiz qovurib ham. Qovurish narxi 3 ming dirham. Ekranda aziz do'stlar, polni kontaktlarni qo'yib qo'yaman. Bemalol aloqaga chiqib, bog'lanib, yana nimanidir tushunmay qolgan bo'lsanglar, ma'lumot so'rashinglar mumkin. Go! Kalibratsiya lazer xizmatida aziz do'stlar, ko'p narsani aytmayman. Mosh, loviya, nuqat, guruch, arpa nima bo'lsa, hammasini puchini puchga, to'qini to'qqa qilib, chiroyli qilib ajratib ham beradi jigarlar.